Maryams akademiyasiga har kuni har tomondan juda ko'p murojaatlar bo'ladi. Eng ko'p so'ralgan murojaatlarni men birini bugun amalga oshirdim. Bizga osongina, andozalarni uzoq tayyorlamaydigan, tezgina ko'ribla bichib tikib oladigan, oddiygina qilib tushuntirib, andozalarni ko'rsating ustoz. Birinchi bo'lib shim andozasini ko'rsating. Shim andoza meni o'xshamaydi. Shim andozasini tikkanimda men xohlaganchalik pasatkasi to'g'ri kelmayapti deganlar uchun mana shu kostyumni biz siz bilan shimini ham, yuqori qismini ham o'rganamiz. Yaxshilab ahamiyat berasiz. Men chizayotganim bo'yicha andozalaringizni tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Shim andozasini albatta qog'ozga yoki plyonkaga tayyorlab oling. Birdan matoga chizib ketmang deganda, xuddi shunday oldindan ko'rib, o'zingiz ishonch hosil qilganingizdan so'nggina matoga qo'yib bichasiz. Men buni ham sizga matoda bichilishini ham tushuntiraman. Ko'rib turganingiz mana shu razmerdagi andozamiz aylanasi biodramizda 100-110 bo'lgan aynan ayollarimizga to'g'ri keladi. Bu yerda kvadratimizni 28 qilib ikki tomonida to'liq to'rtburchak qilib tayyorladim. Agar siz bundan kattaroq razmerda xohlasangiz, aynan mana shu kvadratni kengaytirishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda 28 berilgan bo'lsa, siz buni bemalol 30, 34, 35 ham qilishingiz mumkin. Demak, u o'ta katta razmerlarda. Men hozir aytayotgan razmerlarimni ko'rib turibsiz. Demak, biodramizning aylanasi 100-110 gacha bemalol yaxshi keladi. Kichikroq razmerlar bo'lsa, demak mana shu 28 kvadratimizni ozgina kichaytirsak bo'ladi va tashqarida ko'rsatayotgan kvadratdan tashqarisidagi raqamlarimizni katta razmerlarda 1-1,5 santimetrdan qo'shib ketasiz. Kichik razmerlarda buni ayirishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, yashil qog'ozda ko'rsatayotganim shimni orqa tarafi, bundan oldingi fioletovoy rangdagi ko'rsatgan andozam bo'lsa, bu shimni oldi tarafi. Men qanday ko'rsatsam, xuddi shu raqamlar bo'yicha mana shunaqa bitta andozani tayyorlaysiz va mana shu bitta andozadan aytganimdek katta razmerda ham, kichik razmerda ham bemalol tayyorlay olasiz. Faqat raqamlarga juda ham ahamiyatli bo'ling. O'zingizga konspekt qilib yozib oling yoki sxema qilib chizib olsangiz, yana ham qulayroq bo'ladi. Shimni orqa tarafini ko'rsatyapman. Yuqoriga ko'tarilgan joyda bu yerda balandroq qilib ko'rsatdim. Siz shim tikish vaqtida albatta shimni yuqori qismiga rezinka qo'ymasdan turib, bir qator primerka qilib kiydirib ko'ring. Mana shu orqa o'tirish choki yuqoriga juda ham ko'tarilgan bo'lsa, ana shu joydan ozgina to'g'rilab, asnarovka qilishingiz mumkin. Ko'rdingizmi, shim andozasi juda ham osonlik bilan sizni ko'rsatib berdim va albatta siz ham xuddi shunaqa qilib andozalaringizni tayyorlab olishingiz mumkin. Endi shimga strelka qo'yib olyapman, yo'nalishini belgilab, qaysi tarafga qarab bichishim uchun. Shunday qilib strelkalarni qo'yganimizdan keyin bichilish texnikasini ham sizga tushuntirib o'taman bu yerda. Shim andozasini alohidadan bichsangiz bo'ladi, xuddi shunday qilib atrofiga chok bahosini 1 santimetrdan qilib qo'shasiz. Albatta uzunligini o'zingiz xohlagancha uzunligini qo'shasiz. Yuqori qismiga agar siz rezinkali qoladigan bo'lsangiz, albatta rezinka haqqini ham qo'shib biching. Endi bu joyda siz yon joyini, ya'ni yon tarafda umuman choksiz qilib ham bitsangiz bo'ladi. Mana men ko'rsatib turganimdek, yonini bir-birlariga xuddi shunday qilib tutashtirgan holatda matoga qo'yib bichganingizda, demak yon tarafida chok bo'lmaydi. Shuni bo'ldingiz-a? Biz bu andozamizni alohidadan bitsak bo'ladi yoki yonini xuddi shunday qilib bir-birlariga tutashtirishimiz mumkin. Endi bundan ham yana kengroq qilishni xohlasak, o'rtadan yon choklarini ochib, keraklicha bizga bo'lgan, masalan, masofada kengaytirib yana bitsak bo'ladi. Shu bilan biz shim andozamizni to'liq tayyorlab olamiz. Endi navbat yuqoridagi tunikamizga keldi. Demak, mana shu men hozir ko'rsatayotgan andozam bo'yicha siz nafaqat men ko'rsatgan rasmdagi tunika yoki koftishka qilib tikishingiz mumkin. Siz bundan bemalol o'zingizga ko'ylak ham tikib olsangiz bo'ladi. Buni qanday qilib tikaman deganlar uchun men hozir buni ham tushuntirib o'taman. Demak, bo'yin aylanamizning kengligida va pastga tushirgan holatda siz buni shu holatda qoldirishingiz mumkin. Agar sizga kerak bo'lsa, bo'yin o'yindig'ini primerka qilganingizdan so'nggina yana qo'shimcha kengaytirib olsangiz bo'ladi. Yengilarini ko'rib turibsiz. Agar kaltaroq bo'lsa bu yerda, siz bemalol bu yengni ham aynan yelka chizig'imizdan tushgan mana shu chiziq yordamida uzaytirib, kengligini ham yana ham kengroq qilib olishingiz mumkin. Masalan, yeng uchini manjetga yoki rezinkaga ham bemalol o'zingiz fasonlik qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana shunday qilib biz birinchi oldi va orqa andozalarimizni tayyorlab oldik. Kengliklariga keladigan bo'lsak, oldiga qancha santimetr qo'shgan bo'lsak, orqa andozamizga ham xuddi shunaqa bir xilda qo'shishimiz kerak. Ya'ni 4-5 santimetr qo'shilgan bo'lsa, orqada ham xuddi shunaqa. Uzunligi hammani o'zini xohishiga bog'liq. Qancha uzunlik kerak bo'lsa, shuncha uzunlikda tayyorlasangiz bo'ladi. Endi mana shu andozamizdan xohlasangiz ikki xil matoni olib kombinirованный qilib, ya'ni bir-birlariga kombinatsiya holatda tikib olsangiz, undan ham chiroyli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa oldi orqaga chiroyli formani kiritib chizib olasiz. Ahamiyat beryapsiz, biz bitta andozani o'zidan ikki xil fasonda tayyorlayapmiz. Demak, yonini kengaytirib olganimizdan so'ng yoki xohlasangiz xuddi shu razmerda tayyorlab olsangiz ham bo'ladi. Bu kichikroq razmerda 42, 44, 46 razmergacha to'g'ri keladi. Undan katta razmerlarda yoniga 5-6 yoki undan ham kengroq qilib qo'shib olsangiz bo'ladi. Demak, biz mana shunday qilib andozalarimizni qo'yib olamiz. Yelka choklarini birlashtirib choksiz holatda bichsak ham bo'ladi. Xuddi shunday qilib oldi orqadagi
yelkadagi joylariga mana ko'rib turibsiz, gipyur o'rniga siz xohlasangiz boshqa rangdagi matolardan bir-birlariga aralashtirib yoki bo'lmasa xuddi shu fasondan qilib tayyorlab ham tiksangiz bo'ladi. Mana sizni talablaringizga binoan tezgina andozasini tayyorlab tikib olishingiz uchun batafsil ikkita detalda, ya'ni bu ko'ylak qilsangiz ham bo'ladi yoki shim holatda tayyorlasangiz ham bo'ladigan andozalarni maksimal darajada sizga tushuntirib berdim. Agar sizga berib borgan mana shu video darsligimiz foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda albatta o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Men har birini o'qib chiqaman. Maryamga obuna bo'lishni unutmang. Yaqinlaringizga ham albatta bu video darslikni yuborib qo'ying. Like bosib, albatta izohlarda fikringizni qoldiring. Bizni Maryams akademiyamiz tomonidan 10 kunlik hozirgi vaqtda challenge bo'lib o'tyapti. Siz ham mana shu challenge-ga qatnashib, mutlaqo bepul onlayn darsliklarimizga ulanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bir umrga siz onlayn darsliklarga qo'shilib olishingiz mumkin, mutlaqo bepul. Siz ham challenge-da qatnashishni xohlasangiz, profil shapkasida Telegram kanalimiz turibdi. Albatta mana shu Telegram kanalga o'ting. Har kungi bo'lib o'tadigan challenge-imizda qatnashib, bepul voucherlarni qo'lga kiriting. Men sizni Telegram kanalimda kutib qolaman.